ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular bilan muloqot qilmagan rahbarlarning kelajagi bo'lmaydi. Katta sinovlardan o'tyapmiz. Bir xillar chidamayapti ommaviy axborot vositalarining savollariga, ommaviy axborot muhitini yaratishga, adolat ovozini eshitishga xohlamayapti. Lekin majbur bo'ladi yoki xayrlashamiz. Jurnalistlar kuni bugun. Ushbu she'r 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuniga bag'ishlanadi. Odil so'zlar aytuvchilar kuni bugun. Siz borki haqiqat bo'lmaydi tutqun. Jur'at qilib ko'tarasiz adolat yukin. Sizga tabrik aytadi butun xalq bugun. Tanqid bilan obod bo'ldi manzillar. Qo'rqmay zabt etasiz sahroyi cho'llar. Yolg'onchi, poraxo'rlar tutasiz qo'llar. Sizga tabrik aytadi butun xalq bugun. Siz yurgan yo'llardan men ham o'taman. Haqiqatni izlab kelishingiz kutaman. Ishonib sizlarga qo'lingizni tutaman. Sizga tabrik aytadi butun xalq bugun. Prezident ham berdi sizga erkinlikni. Adolatni tiklang doim siz tenglikni. Yordam berib xalqqa bering yengillikni. Sizga tabrik aytadi yo'lchi ham bugun. Yo'lchi Ro'ziyev she'ri. She'rni Dilfuza Salimova o'qidi.